Penalti nuqtasini ko'rsatdi. Ibrohim Ibragimov zarba yo'lladi, gol urdi. Hozir O'rinboyev jarima dunchasi yaqinida to'pni egallab oldi. Aldamchi harakatlar, yuqoridan to'p boshirildi. Sardor Sobirxo'jayev kirib bordi, pas berdi, unga to'p qaytarildi. 2-0 ketdi. Azdarlar oldinga qarab bormoqda. Bahromov zo'r pas berdi, lekin juda zo'r pas berdi. Cholovich gol urdi. Hisob qisqardi. Hozir Cholovich to'pni egalladi. Pas berdi. Zafarmurod ko'tardi. Bahromov yana zarba, gol! Yuqoridan to'p boshirildi. Zarba yo'llandi. Gol! Hisobni tenglashtirish maqsadida jamoa tavakkal baribir oldinga o'tadi. Paxtakor esa hozir yaxshi himoyalandi, lekin mana bu devorni buzib o'tdi. Birinchi qator Nasaf futbolchilari jarima dunchasiga yaqinlashib keldi. Akmal to'pni qanotga o'tkazdi. Cherran pas berdi. Sharob ko'tardi. Gol! Varrobi. Endi Paxtakorning hujumi. Bashar Risan to'xtab oldi, aldadi, pas berdi. Gol! Lekin hozir yuqoridan to'p boshirildi va 5-3 pas berdi, aniq o'ynadi. Chempionatda Paxtakor shunday qaytib bu qilib olsa, bu yog'i nima bo'ladi, bilasizmi? Sergeyev hat-trik qayd etyapti.